زیر غمس امانی بان اداغ باغو دله ارمانی بان اداغ حتی ماوی آسمانی بان اداغ اما آنی تفکر ده سرخط yok bu alemnin cümbağı köp bu alemnin surağı köp bu alemde seval çeksiz bu alemde hayal çeksiz bu alemnin cümbağı köp bu alemnin surağı köp bu alemde seval çeksiz bu alemde hayal çeksiz. Payam bardır barcha azim daryoda Payam bardır tog'larda yu sahroda Payam bardır hatta yaru dunyoda Ammo faraz degan nurda sarxat yo'q Bu olamning jumbog'i ko'p bu olamning so'rog'i ko'p bu olamda savol cheksiz bu alemde hayal çeksiz bu alemnin cümbaği köp bu alemnin surağı köp bu alemde seval çeksiz bu alemde hayal çeksiz bu alemnin cümbaği köp bu alemnin surağı köp bu alemde seval çeksiz bu alemde hayal çeksiz bu alemnin cümbağı köp bu alemnin surağı köp bu alemde seval çeksiz bu alemde hayal çeksiz. Surat asli nurni siyratdandir. Siyrat esa ilmu hikmatdandir. Odamdan ezgulik muhabbat qolur. Saodat sayliga savob kerakdir. İnsonning mayliga kitob kerakdir. Kitobdir bog'ida gulning rangidir. Kitob otash ichra dilning rangidir. U qalb kamoli, aql jangidir. Saodat sayliga savob kerakdir. İnsonning mayliga kitob kerakdir. Assalomu alaykum hurmatli piramida o'quv markaziga tashrif buyurgan ota-onalar, aziz ustozlar, bilimga chanqoq o'quvchilar. Bugun ushbu ulug' dargohda yig'ilishimizning boisi ilm izidan yorqin kelajak sari nomli tadbirimiz o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirni ochiq deb e'lon qilish uchun so'z navbatini 38-maktab direktoriga beramiz. Marhamat. Shu farzandlarning yutuqlaridan, faxrlanib o'tgan onalarimizni chin yurakdan tabriklayman. Mana shu ilm yo'lida qilgan ehsoningizni qabul qilsin. Farzandlarni baxt kamolga kirish nasib qilsin. Aziz ustozlarimizni bugungi shogirdlarning yutuqlari bilan chin yurakdan tabriklayman. Mana uchinchilarimizdan bunyodkorlarni tadbirkorlar Allah o'zlariga xushxabar qilsin. Bu an'anaga kirib borayotgan tadbirlarimiz bardavom bo'lsin. Yangi loyihalar, niyatlarimizda Allohning xushxabari bo'lsin. Shu bilan birga o'quvchilarimiz asosiy
har yilda an'anaga aylanib borayotgan shu yil sarhisobi tadbirimizga barchangiz xush kelibsizlar. Mana bugun mana shu yil davomida mana shu o'quv markazimizda katta natijalarga erishgan barcha o'quvchilarimizni shu yutuqlarini, sarhisoblarimiz birgalikda kuzatamiz, birgalikda nishonlaymiz. Xullas bugun bayram qilamiz. Rahmat hammalariga kelganlar uchun. Demak, birinchi bu yilda erishgan natijalar haqida o'zimizga gaplashamiz. Bundan keyin esa olimpiadachilarimiz haqida o'zimizga gaplashamiz. Bundan keyin 189 ball olgan o'quvchilarimizni ko'rib o'tamiz. Keyin esa mana shu yil davomida matematika fanidan milliy sertifikat olgan o'quvchilarimizni birgalikda taqdirlaymiz. Demak, bu yil biz uchun juda bir o'zgacha sermahsul yil bo'ldi. Hammasiga bitta to'xtalamiz. Birinchi olimpiadalar sohasida ham juda katta natijalarga erishdik. Bu yil ilk marta Respublika olimpiadasiga qatnashib keldik. Eron xalqaro geometriya olimpiadasida eng yaxshi o'quvchi nominatsiyasi bo'yicha o'quvchimiz qatnashib keldi. Bundan tashqari esa 100 dan ortiq o'quvchilarimiz mana shu yil o'zida sertifikatlar olib, juda bir katta rekordni o'rnatdi. Menimcha bu o'quvchilarimizning natijalari hali biron yil bu darajada kuzatilmaganida barchasi mana shu sizlarni va o'quvchilarimizning mehnati bilan bo'ldi. Buning uchun hammalaringizga kattakon rahmat. Shu 100 dan ortiq sertifikatdan e'tibor beringlar, 25 tasi A daraja va A+ darajaga kirib kelyapti. Biz biron yil bunaqa 100% natijaga erishmaganmiz. 25 ta A va A+ daraja degan bu matematikadan 100% natija qilgan o'quvchilar ekan. Bu juda yaxshi. 45 tasi B++ darajaga, 35 tadan ortiq esa C+ darajalarni qo'lga kiritgan. Albatta bu yil davomida erishgan yutuqlarimiz edi. Bu uchun o'quvchilarimizga katta rahmat deymiz. Mana shu yerda qishni sovug'ida, yozni issig'ida bizga doimiy yaxshi sharoitlarni yaratib berayotgan 38-maktab ma'muriyatiga ham kattakon rahmat aytamiz. Rahmat. Mana shu o'quvchilarimizga va ota-onalarimizga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Demak, tadbirimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Hozir davramizga mana shu yil davomida olimpiadalarda yaxshi natija qilgan o'quvchilarimizni chaqiramiz va ularning yutug'ini bir eslab o'tamiz. Undan oldin esa ustozlar mana bu yoqqa turib olsangizlar, ustozlar. Yana mana shuni chaqirdik. Davramizga birinchi bo'lib bu yilgi tuman matematika olimpiadasida birinchi o'rinni olgan 46-maktab o'quvchisi Salim va Gulsanamni jo'naymiz. Marhamat, Gulsanam. Xorazmiya olimpiadasida birinchi o'rinni olgan, tumanda birinchi o'rinni olgan o'quvchimiz Rahmon Shahruz. Marhamat. Shu o'quvchimizni yaxshi o'qigan bo'linglar. Bizning kelajagimiz bo'layotgan o'quvchimiz juda ham ajoyib, juda ham kuchli. Shu yil ko'pgina olimpiadalarga qatnashib keldi. Hozir bir marta sanashga harakat qilaman. Xorazmiya olimpiadasida tumanda birinchi o'rin oldi, viloyatda 5-o'rin oldi. Xo'sh, Imas olimpiadasining respublika bosqichiga borib qatnashib, yaxshi o'quvchi nominatsiyasida sertifikat olib keldi. Marhamat, Shahrjon sertifikat olgan. Rahmat senga, bundan tashqari birinchi marta mana shu Shahrjon xalqaro Eron geometriya olimpiadasida eng yaxshi o'quvchi nominatsiyasida sertifikat bilan taqdirlandi. Shahrjon, katta rahmat senga. Nasib bo'lsa, keyingi yillarda albatta sendan viloyat bosqichida, respublika bosqichida, xalqaro olimpiadalarda qatnashishingni talab qilamiz. Katta rahmat senga. Keyingi o'quvchimiz Halimov Miraziz, Xorazmiya olimpiadasida tumanda 2-o'rin oldi. Keyingi o'quvchimiz Saidov Azizbek, Xorazmiya olimpiadasida tumanda 2-o'rin oldi.
keyingi o'quvchimiz esa Nusrat Firdavs. Mana shu o'quvchilarimiz bilan biz olimpiadalarda yuqori natijalarni qayd etdik. Endi esa eng oxirgi olimpiadachi o'quvchimiz, haqiqiy fenomenal o'quvchi, olimpiadalar bo'yicha juda katta buyuk natijalarga erishgan o'quvchimizni davrani cho'maymiz va Gulxo'jani bilmaydigan insonimiz bo'lmasa kerak. Kursimiz kelajagi, kursimizning afsonasi, o'qib yurgan afsonasi, juda ham dahshatli natijalarni qilgan hali bironta o'quvchimiz hattoki bu jamiyatda biron kishi matematika bo'yicha erisholmagan natijalarga erishgan o'quvchimiz mana shu Bahrom Gulxo'jalar. Shu joyda Gulxo'jani butun faoliyati davomida erishgan natijalarini birma-bir eslatib o'tamiz. Chunki bu yil Gulxo'ja bilan biz xayrlashyapmiz. U 11-sinf bo'lganimizni tark etyapti. Lekin tark etishga qo'ymayapmiz, she'rni saqlashga harakat qilyapmiz. Nasib bo'lsa bo'lmaydi aytamiz. Demak, Gulxo'janing natijalari: birinchi 2023-yilgi Xalqaro Xorazmiya Olimpiadasida bronza medalni qo'lga kiritgan. 2023-yil 9-sinflar o'rtasida viloyatda faxriy birinchi o'rinni qo'lga kiritgan. Sulaymon hammalar bilasizlar, viloyatimizda matematikada eng yuqori darajada bu Qorako'l tumaniga kirgan ustoz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qorako'llik o'quvchilarga, qorako'llik matematikalarga biz doim havas qilganmiz. Biz mana shu kursni tashkil etganimizda, bu kursni o'zini tashkil etishda katta jonbozlik ko'rsatgan ustoz Sherifot To'ziqulov bilan o'sha kishi bu kursni tashkil etayotganlarida bizga shunday shart qo'yganlarki, olimpiadada albatta birinchi o'rinni olib, mana shu qorako'llik o'quvchilar deb bizning o'quvchilarimizga natija qilish kerak degan shart bilan kursni boshlaganlar. Biz ko'p harakat qildik, ular juda ham kuchli edi, harakat qildik. Mana 8 yil deganda o'quvchimiz viloyatga borib, aynan o'sha qorako'llik o'quvchilar bilan birlashib, faxriy birinchi o'rin olib, ishonchimizni 2-3 karra ortga tashladi. Bu uchun o'quvchiga katta rahmat aytaman. 2024-yil Jaloliddin izdoshlari vatanimiz posbonlari viloyat olimpiadasida birinchi o'rin oldi. 2024-yil Turkmanistondagi xalqaro matematika olimpiadasida bronza medalni oldi. 2024-yil viloyat olimpiadasida universitetlar o'rtasida birinchi o'rin. 2025-yil Turkmanistondagi xalqaro olimpiada qatnashchisi. 2025-yil Kasimov final olimpiadasi qatnashchisi. 2025-yil viloyat olimpiadasi 11-sinflar o'rtasida 2-o'rin va 2026-yil respublika olimpiadasi qatnashchisi va kursimizda eng birinchi bo'lib A+ darajani olgan o'quvchimiz. Mana shu rahmatullohjon bizni uchun bugun alohida tayyorgarlik ko'rgandik. Gulxo'jani otasini taklif etgandik. Afsus, bu kishi kelolmadilar. Davramizga onalar kelganlar. Hozir kishini ko'ramiz. Yangi o'qituvchimizdan rahmat. Gulxo'ja bizni kursimizga hech kim bera olmagan ishonchni, hech kim bera olmagan darajani bergan. Bu uchun sizga va otasiga mingdan ming rahmat aytaman. Biz butun umr sizlardan qarzdormiz. Rahmat, mana shunday farzandlar sizga rahmat aytaman. Baribir biz undan qaytdik. O'sha eng qiyin nuqtalardan ham qaytib, viloyat olimpiadasida sovrindor o'rinlarni olib, respublika olimpiadasida munosib qatnashib keldi. Gulxo'ja hozir ham top darajada, hozir ham uning darajasi viloyatda tengsiz. Hozir ham ular yana boshqa olimpiadalarga tayyorgarlik ko'ryapti. Mana may oyida bo'ladigan Kasimov xalqaro olimpiadasining respublika bosqichiga mana shu jamoasi bilan tayyorgarlik ko'ryapti. Albatta bizning boshqarishimiz bilan bo'lmasda, bundan tashqari yaqindagina bo'ladigan Buxoro olimpiadasiga ham tayyorgarlik davom ettiryapti. Endigi rejamiz mana shu Buxoro olimpiadasida faxriy o'rinlarni birini olib, imtiyoz bilan Buxoro davlat universitetiga bu yigitimizni o'qishga qo'ydirmoqchimiz. Katta rahmat Gulxo'jon, biz ham natijalaringni yetishishni unutmaymiz. Sen kursimizning doimiy faxriy o'quvchilaridan biri bo'lgansan va butun umr shunday bo'lib qolasan. Katta rahmat sana.
shaharni niyat qilib biz muhojir o'rtasida kelganda yaxshi ko'rishni ishlatishib qolibdi. Kelganlarda ustozlardan birgalikda kiydirardik, chunki mana shunday buyuk o'quvchimizning otasini hammalari ko'rishlarini xohlagandim. Lekin mayli, Ulug'jon, o'zing buni bizning nomimizdan yeb qarasan, tushundingmi? Rahmat senga. Kattakon rahmatimga biz sizlarning oilalaringizdan butun jamoamiz butun umr qarzdorimiz nasib bo'lsa biz Ulug'xo'jani to'yib bormoqchi emas, o'zi buni jamoada saqlamoqchimiz. Biz olimpiadalar bo'yicha hali beri ishlarimiz tugagani yo'q. Bizni bitta niyatimiz, maqsadimiz, butun jamoamizning maqsadi mana shu viloyatda, respublikada, kerak bo'lsa jahonda Jondorning matematika bo'yicha yangi imijini yaratmoqchimiz. Nasib bo'lsa bu ish uchun hammamiz birgalikda harakat qilamiz. Rahmat Ulug'jon, rahmat. Albatta rahmat, kelmasa joylarni egallanlar, katta rahmat sizlarga. Olimpiada bu bilimning cho'qqisi. Olimpiada bu o'sha eng yuqori daraja degani. Ayniqsa matematika olimpiadasi bu juda ham yuqori, juda ham bir qiyin bo'lgan sohalardan biri. Bu sohada natija bizning kursimiz uchun, o'quvchilar uchun harakat qilayotgan o'quvchilarimizga yana bir katta rahmat aytamiz. Endi esa tadbirimizni Shohjon kelinglar, aslida kelinglar atrofimizda nima qiladi? Qo'yish. Barcha o'quvchilarimizni tanishlar, rahmat Shohjon, kursimizning eng yetakchi o'qituvchilaridan, safar faslidan, kursimizning eng ajoyib o'qituvchilaridan mana shu uchalamiz xabarlarimiz bor. Jamoa bo'lib ishlayapmiz. Mana shu aytilgan natijalarning barchasi mana shu uchta o'qituvchining natijasi va bu yerda kecha kunduz tinimsiz mehnat qilayotgan o'quvchilarning natijasi. Endi esa tadbirimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Mana sertifikatlash tizimi chiqqandan keyin biz televizorlarda, ijtimoiy tarmoqlarda 189 ball olib, maktab partasida yo'q talaba bo'lgan, nufuzli oliy ta'lim muassasalariga kirgan o'quvchilarni ko'rib havas qiladi. Mana endi bizda ham, aynan bizning o'quvchilarimiz ham 189 ball olib, maktab partasida yo'q oliy ta'lim muassasasiga kirib talaba bo'lib ulgurgan o'quvchilarimiz bor. Hozir o'shalarni qarsaklash ostida davramizga taklif qilamiz. Demak, bu yilgi 189 ball qilgan natija o'quvchilarimiz. Birinchisi Dilmurod Nastarin. İkinci o'quvchimiz Samad va Charoz, marhamat. 12-sinf o'quvchimiz. Nusrat va Dildora. Va Jo'ramurod Javohirbek. Marhamat, olqishlar. Qasanchalar yaqinda 180 İkkalasi ham 10-sinf o'qiydi, yaqinroq kelgan javobimiz. İkkalasi ham 10-sinf o'qiydi. 10-sinfligida tasavvur qiling, 189 ball. Ular hozir maktabda oliy ta'limga kirgan o'quvchi bo'lib yuribdi. Buni gashti, buni nimasini menimcha hech qanday jarayon bera olmasa kerak. Rahmat sizlarga. Sizlar uchun alohida atalgan sovg'alarimiz bor. Hozir birin-ketin aytamiz. Demak, bu o'quvchilarimiz haqida o'zbeklar to'xtalamiz. Samad va Charoz bilasizlar, o'z vaqtida kursimizni yondirgan, olimpiadalarda ham, sertifikatlarda ham juda katta natijaga erishgan, juda kuchli o'quvchimiz. Mana hozir 189 ballni naqd qilib qo'yib, o'zini xalqaro institutlarga tayyorgarlik darajasini oshirib bormoqda. Charoz, bu yo'lda senga katta omad tilaymiz. Kelganing uchun rahmat senga. Sen ham xuddi mana shu Ulug'xo'jadagi kursimizning eng faxrli o'quvchilaridan birisan. Umuman hech qachon sen natijalaringga erishmaysan. Jo'ramurod Javohirbek 189 ballni qo'lga kiritgan o'quvchimiz. Mana bu o'quvchimiz ham 10-sinf o'qiydi. Juda ham iqtidorli, juda ham kamtar, juda ham kuchli o'quvchimiz. Ikkovlarini ham tabriklaymiz. Kursimiz nomidan arzimas bir sovg'alarimiz bor. Marhamat, mana bu Javohirjonga, Javohirjon sovg'asiga. Sovg'amiz esa Charoz tabriklaymiz.
tabriklaymiz o'quvchilarimizni mana shunday 100%lik natijalarga erishish, katta natijalarni qilish, mana shu yerda arkada havas qilib o'tirgan barcha o'quvchilarimizga nasib qilsin. Kattakon rahmat sizlarga ham, doim sizlarni Xudo omadlaringizni bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Bu 189 ball olgan o'quvchilarimizni hamma taqdirlab oldik. Shu joyda bir jumlani aytib o'tmoqchiman. Alisher Navoiy shunday degan ekanlar, ilm va odob insonning yuksaltiruvchi ikki qanotidir degan ekanlar. Mana shu doim o'quvchilarimiz ilmli va odobli bo'lib yursin, hayotda katta narsalarga erishsin. Rahmat o'quvchilar, rahmat sizlarga. Endi esa tadbirimizni eng asosiy qismiga o'tamiz. Demak, yil davomida mana shu dekabr imtihonlarida, fevral imtihonlarida, oktyabr imtihonlarida olganlarni taqdirlagandik, ular ham kelgan, ularni amalda chaqiramiz davramizga. Mana shu yil davomida dekabr va fevral oylarida sertifikat olgan o'quvchilarimizni hozir katta davramizga chorlaymiz va undan keyin bitta chaqirib ularni sertifikatlarini topshiramiz. Ma'lumot uchun aytib ketaman, mana shu fevral imtihonlarida, fevral oyida bo'lgan imtihonda aynan bizni o'quv markazimizdan 85 ta o'quvchi bir imtihonga kirib milliy sertifikatni qo'lga kiritgan. Bu menimcha har qanday o'quv markazidan bahslashib biladigan natija. Bu uchun mana bu yerda o'tirgan ota-onalarimizga, o'quvchilarimizga kattakon rahmat aytamiz. Biz o'zimizni faoliyatimizdagi bir imtihon natijasi bo'yicha eng yuqori darajaga chiqdik va bu uchun o'quvchilarimizni, ota-onalarimizni tabriklaymiz. Rahmat. Endi esa o'sha sertifikat olgan o'quvchilarimizni sizlarning qarsaklaringiz ostida mana shu davramizga taklif etamiz. Marhamat, kelinglar. Albatta ota-onalar, avlaringizga avvalambor assalomu alaykum. Sizlarga sizlardan olamiz, ko'rki yanada boshqacha bo'libdi. Har yilga aynan bilan davom etamiz. Birinchi bo'lib sertifikat olanlardan sertifikatlarni boshlaymiz. Umumta'lim fani birinchi darajasi to'g'risidagi sertifikat Ro'zifa O'rozova Umur qizi. Umumiy to'plagan balla 92, umumiy balga nisbatan ko'rinishiga 70%. Sertifikat darajasi. Tabriklaymiz sana. Bu qizi bir oyga tayyorlab, ya'ni shu C daraja uchun ham ustoz topshirib bilsam, olib bilaman deb ikkilanib topshirib, ana va nihoyat C daraja olib, 189 saroqlar qilib qo'ydi. Tabriklaymiz.
Demek, devam etamiz. Unutgan Fanimiz darajasida yuksak sertifikat. Shamsidinov Faxriddin, Fazliddin o'g'li, C daraja. Tabriklaymiz. Keyingi yuksalgan omad. Albatta, kelgusida san qolamiz ikkinchi fanimni ham. Endi C emas, A daraja kutamiz seni. Omad. Ashura Sagnat Jo'ra qizini taklif qilamiz. Ashura Sagnat Jo'ra qizi 16ni majburiy ishga matematikada berdi. 16da tayyorlanib yurganda, 16dan ozgina natija chiqmaganda qaytib uzilish bo'lib uzilishlarga qaramasdan mana bu yerda oxirgi birinchi daraja, birinchi marta ko'rolmadi, ikkinchi martaga C darajani tabriklaymiz. Muhammad Shafiyor Erkinova. Sertifikat darajasi tabriklaymiz sevgili Sagnat. Ba'zi bolalar 189 ball keldi. Majburiy fanlar uchun bu. Mana shu 189 ballga ozgina kursimiz bilan ishlab turganlar xursandmiz. Samadova Xushnoza Hayot qizi. Tabriklaymiz Xushnoza. Bu qizimiz 5 tabadan sertifikat bor, 189 olgan. Matematika, tarix, ingliz tili yo'nalishi bo'yicha matematikaga majburiy kelgan. Tabriklaymiz. Bu qizimizni ko'ngillar mana hozirgina singlisini taqdirladi. Samarqand Charosdan, Charos Turunjiydan ikkita bir oiladan ikkita qiz maktab partasida yo'q 189 ballni naqd qilgan. Havas qilsa arzingizlar rahmat. Katta rahmat sizga. Biz sizni oilangizga doim havas qilganmiz, havas qilamiz. Mana shu qizlarni eshittirgan so'zlarga katta rahmat. Shunday senga katta rahmat, Charot rahmat senga. Sizlarga faqat omad tilaymiz. Sizlar hali jamiyatimizning eng kerakli yetuk kadrlaridan biri bo'lasizlar. Rahmat, tabriklaymiz. Baxtiyor va Gulnazar Jafarqisi. Mustaqillik bog'idan o'tamiz. 9 maktabdan. Samandar Mirzabek Valiyoğlu. Barnoy ve Muhtar Alibek kızı majburiy fanimiz uchun 189 balldan keyin o'qiymiz. 189 ball o'qiymiz. Tabriklaymiz. Asbek o'zimizning yangi to'yi. Bu bitta 5 nafardan sertifikat bor. Agar shu g'alabani 189 bo'lardi, afsusdan bilmadim. Tabriklaymiz. Rajabmurod va Gulruh Baxtam qizi majburiy uchun C+. Tabriklaymiz. Subhanalloh Sabrina Jo'rot qizi C+. Majburiy uchun 189 ball. Sabrina.
Mana shu qizimizni tabriklaymiz. Bu maktab paxtasi sertifikatlar chiqmasdan turib Jahon talabi universitetiga o'tishi qabul qilib bo'linganida mana sertifikatlarni olib 2 karra 189 ball olib yana O'zbekiston shohroqlar yo'nalishiga o'tishga kiradigan darajaga chiqdi. Rahmat Sabrina farzandlarim. Kattakon rahmat tabriklaymiz. Halimov Mirjalol Jo'rayev qizi, Jo'rayev. Bu o'quvchimiz juda ham iqtidorli o'quvchimiz. O'zi kamginagina tayyorlandi, lekin mana shu qisqa vaqt ichida katta natijaga erishdi. Ali Musaga omad tilaymiz. Rahmat senga. Juda ko'p qiyinchilik bo'ldi bilan, otasi bilan ko'p gaplashdik, onasi bilan ko'p gaplashdik. Mana natijaga erishdik. Hozir shundagina sertifikatni beramiz ketyapti, lekin buni zamirida mavligini katta natijalar yetgan. Rahmat senga. Jo'rayeva Dinara Jo'nbek qizi. Sertifikat daraja. Tabriklaymiz. Orifov Orifjon Samandarova sertifikat. Orifjon tabriklaymiz. Mahmudov Birjalil Maqsudova. Majburiy uchun sertifikat. Saktor Asilbek Abdurahmonova. Hoji Amirbek Azimov C daraja. Tabakallah shundoqlar. Abu shunday qizimiz. O'zim jiyanim, xursandman, mana natija qilganman. Shuncha o'quvchilarga natija qilyapmiz, lekin jiyanimiz natija qilolmay qolsa, ma'rakalarda, davralarda izimiz bo'lmasdi. Kattakon rahmat senga, juda xursandman. Sen darajaga erishgan bo'lsangiz uchun aplyusdan yuqori daraja. Ustoz kattakon rahmat sizga. Nasib bo'lsa bu hali grantlarni o'qishga kiradi. Juda ham talantli shoir qizimiz. Bugungi tadbir uchun ham tayyorlanib kelgan. Hozir mikrofonni qo'lga beramiz. O'zining fikrlarini aytib, she'rlardan bironta aytib biz namamizni o'qisam. Assalomu alaykum. Shu ruhlanishga tashrif buyurgan barcha ota-onalar, aziz ustozlar, o'quvchilar. Avvalambor shu fursatdan foydalanib, bizni shunchalik sertifikat olishimizga yordam bergan ijod ustozimizga rahmat aytamiz. Biz uchun vaqt ajratib, hattoki shunaqa davra bo'lardi, oilalarga vaqt ajratolmasalar, qachon savollarimiz bo'lsa ko'rib beradilar, o'z vaqtlarini ajratadilar va niyat qilganda shu dargohdan chiqib ketayotgan paytimda shu she'rni aytaman deb. Oltindan so'rdilar, yomon yongiga, seni yopganlarda nafrating bordi. Oltin javob berdi, chiqsa yoduman, o'zgacha muhabbat ko'nglima yordi. Bilasiz-ku, meni sal oldin damlar tuproqqa qorishib yalloligimni yoqishmasa edi bugun odamlar, o'zim ham bilmasdim tilloligimni. Tushdim bugun ulug' zargarga, odamlar poyimda ko'z yosh to'kdilar. Rahmatlar meni yondirganlarga, yongan kunlarimga bo'lsin shukrlar. Ey ko'ngil yig'lama, chekaverma g'am, quyosh kulib qolar qaro odamlarga. Bir kuni oltinga aylansang sen ham, rahmatlar aytasan yondirganlarga. Hozirda she'rda turgan barcha o'quvchilar oltin bo'lsa sizlarga hisoblanasizlar. Katta rahmatimiz uchun. Indibek Beylik sizlarni rahmat shohroq bo'lsin. Shohruxjon marhamat. Eng iqtidorli o'quvchilarimizdan biri.
qadrli o'quvchilar, mana bugun ajoyib tadbirimizga yig'ilib o'tiribmiz. Endi bu tadbir daraja sertifikatsiya C+, B+, A deyapmiz, tabaqalangan deyapmiz, lekin mana bu C+ olgan o'quvchilarimizning aksariyati majburiy uchun tayyorlanadi. Shunday bo'lsa ham buni qiyinchiligini o'zi biladi. İjtimoiy fanlardan kelib matematikaga kirish juda ham og'ir. Ijtimoiy fanlar boshqa dunyo, aniq fanlar boshqa dunyo. Shu bilan mana C+ olgan o'quvchilarimizning hammasini chin dildan tabriklaymiz. Morakus nimalarga bu yerda 189 naqd qilib qo'ygan o'quvchilarimiz bor. Mana Olimpiada universitetining san'at o'quvchilari hammalarini tabriklaymiz. Katta rahmat hammalaringizga. Bizni erishadigan yutuqlarimiz albatta sizlar. Sizlarning yutuqlaringiz bizning yutuqlarimiz. Hammalaringizga katta rahmat. Ana endi B va B+ olganlarni birinchi boshlaymiz. Muhidov Muhammadali Mahmud o'g'li matematikadan 57,15 ball, 87,92% bilan B darajali sertifikatdan taqdirlanadi. Keyingi natijamiz mana shu o'quvchi haqida o'zini gapirmoqchi edim. Nazulayev Munir Ortiqo'g'li, mana shu yigit ikkinchi guruhga tayyorlangan. Endi bizda guruhlar bor, ikkinchi guruh, uchinchi guruh, birinchi guruh. Bundan hamma ota-onalarni she'riyotgan hamma xabar bor. Endi sertifikatga eng yaqin guruhimiz bu birinchi guruh edi. Birinchi guruhni tayyorlab, ular topshirishni kutib, ularni kutayotgan edik. Ikkinchi guruhdagi ko'pchilik 10-sinf, 9-sinflarga biz topshirishni tavsiya bermadik. Ochiqni aytamiz, tavsiya bermadik, topshirmanglar, hali tayyor emaslar. Chunki nima bo'lganda ham ikkinchi guruh baribir birinchi guruh saviyasida emas edi. Lekin mana ikkinchi guruhni o'qib turib topshirdi. Mana shu Nazulayev Munir degan o'quvchimiz. Kirib, mana 56,11 ball, 86,32% bilan B darajali sertifikatni qo'lga kiritdi. Tabriklaymiz ularni. Afsuski bu o'quvchimiz kelmagan ekan. Shunday kunga ham kelmaydilarmi? Keyingi yana bitta natijamiz Jo'rayeva Begim Ato qizi matematikadan 88,71% bilan B darajali sertifikat bilan taqdirlandi. Begim. Keyingi natijamiz Tilloy Sanjar Tilmonovich matematikadan 57,18 ball, 87,97% bilan B darajali sertifikat bilan taqdirlandi. Bu o'quvchilarimiz adalchiligimizga kelmaymiz degan nimada? Keyingi natijamiz Halilov Jaloliddin Uchqundo'g'li 58,92 ball, 90,65% bilan B darajali sertifikat bilan taqdirlandi. Sağ olun, tebrikler. Keyingi natijamiz Hasan Umida Zamon qizi 55,49 ball, 85,78%. Mana shu qizim haqida ozgina gapirmoqchiman. Bu qizimiz majburiy uchun kelganda hozir o'zi 10-sinf o'qiydi. Majburiy uchun B darajali sertifikat juda ham ajoyib natija. Buni akasidan biz A daraja qarz edik, mana o'ziga B daraja qilib berdik, nasib bo'lsa 189 bildi. Tabriklaymiz. Katta rahmat. Unda katta ustozlarimiz o'zlarining kelganlar ustoz tabriklaymizni mana shu Mironga ochig'i armon bo'lib qolganda mana shu 189 ball qildirdik, lekin yomon natija qilgani yo'q. 188 ball bo'ldi. Bir ballgina hech narsa talab qilmaydi, lekin Hasanovadan aniq biz 189 ni kutamiz. Katta to'siq matematikadan o'tib oldi. Bu yo'lga omad tilaymiz. Menimcha bittagina fanlik bo'ldi. Omad senga 189 ballar bilan katta natijalarga erishdik. Ustoz, sizlarga ham kattakon rahmat. Keyingi ajoyib natijamiz Sultonov Shohjahon Sobirovich matematikadan 56,5 ball, 86,92% bilan B darajali sertifikat bilan taqdirlandi. Afsuski bu o'quvchilarimiz kelmasdi. Endi bu ikkita o'quvchimiz juda uzoqdan kelib tayyorlanadi. 25 maktabdan kelib she'ri tayyorlanadi. Necha kilometrlab. Ancha
iqtidorli o'quvchilarimiz edi, kelmabdi. Keyingi yana bitta ajoyib natija Jo'raqulova Shahrizoda Shermat qizi matematikadan 55,8 ball, 87,74% bilan B darajasida keyingi yana bir ajoyib natijamiz Jumayev O'zbek Jo'rabekovich 56,17 ball, 86,87%. Keyingi yana bir ajoyib natijamiz Davron Fazizbek Yoqubovich 56,34 ball, 86,18% bilan B darajali sertifikat bilan keyingi yana bir ajoyib natijamiz Ruslanova Ruxshonabonu Ruslanova matematika fanidan 56,39 ball, 86,73%. Keyingi o'quvchimiz Yenjalik Jahongir Jabborali o'g'li matematika fanidan 55,94 ball, 86,6% bilan B darajali sertifikat bilan taqdirlandi. Mana shu o'quvchimiz bilan jarayon sal qizg'in kechgan. Kursdan ketish arafasida edi bu o'zi. Ustozam kelgan masalan she'rda bo'lsa biladilar. Kelmagan ekanlar mana. O'zi og'ir bo'ldi bu natijaga erishish buni, chunki har doim chaqirib suhbat qilardik, har haftaga bir marta qanday chaqirardik. Mana oxiri natijaga erishib, bizni ishonchimizni oqlab berdi. Rahmat senga. Keyingi yana bir ajoyib natijamiz Saidov Samirjon Sohibo'g'li 56,39 ball, 86,75% bilan B darajasida. Keyingi mana ikkinchi guruh o'quvchimiz Rahmat Murodjon Mashkurovich matematika fanidan 56,77 ball, 87,34% B darajasida. Keyingi yana bir ajoyib natijamiz Hojiyeva Salima Bonu To'yinqon qizi 57,49 ball, 88,45% bilan B darajasida. Shaxmatchi qizimiz viloyatda juda katta natijalarga erishgan, viloyat miqyosida nomi chiqqan grossmeysterday qizimiz bu. Mana fanni ham tashlab qo'ygani yo'q. Akam kelganlarmi? Kelganlar. Aka kattakon rahmat sizga. Juda ham zo'r. Shu oddiy oilaning qizi bo'lsa ham shaxmatni, ham fanni bir xil olib borib katta natijalarga erishyapti. Senga grossmeyster bo'lishingni tilaymiz. Fan sohasida ham katta natijalarga erishishingni tilaymiz. Rahmat senga. Sog' bo'ling. Keyingi yana bir ajoyib natijamiz Abdurahmonova Kumush Ilhom qizi 59,66 ball, 91,78% bilan B darajali sertifikat taqdirlandi. Endi bu qizimiz ham juda iqtidorli qizlardan, endi bunga akt yotgandik, salgina yetmay qoldi. Nasib bo'lsa endi keyingi pasajda buni aqlamiz. Tabriklaymiz. Keyingi mana yana bir ikkinchi guruh o'quvchimiz Doniyor Alohiddin Lutfulla o'g'li 59,93 ball, 91,28% bilan B darajali sertifikat bilan taqdirlandi. İkinci guruhda o'qigan, ikkinchi guruhda o'qigan bo'lsam, deyarli 100 so'zlik natija. Rahmat senga. Buni omading bersin, katta o'yingohlar kirish nasib qilsin. Rahmat. Keyingi mana bir super natijamiz Usmonova Maftuna Nasriddin qizi matematika fanidan 63,5 ball, 97% B+ darajali sertifikat bilan taqdirlandi. Endi bu qizimiz o'zi majburiy uchun tayyorlangandi, majburiy matematika uchun endi C++ hamma darajadagi sertifikatlar o'tadi, lekin mana B+ darajani olyapti, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Tabriklaymiz, katta rahmat senga. Keyingi yana bir ajoyib natijamiz Anvar va Sabina Shuhrat qizi
62,35 ball, 95,92% bilan B+ darajasiga Keyingi navbatdagi natijamiz Shomurod va Shirina Sherzod qizi 61,35 ball, 94,8% bilan Sizga rahmat, Shirina, rahmat senga. Juda katta natijaga erishding. Bu hattoki kursdan ketishgacha bo'lganda, pastki guruhimizga tushgacha bo'lganda to'xtab qolmadi, imkoniyat beravering deyaverdi va mana eng yuqori B+larga erishdi. Rahmat senga, rahmat. Demak, keyingi yana bir natijamiz Rustam va Zarina Ahtam qizi 61,24 ball, 94,22% bilan B+ darajasiga sertifikatlangan. Xo'sh, keyingi yana bir ajoyib natijamiz Safoyev Sardorbek Sulton o'g'li Haqqoqdan 61,71 ball, 94,94%, B+ darajasiga sertifikat bilan taqdirlanadi. Xo'sh. Bu o'quvchimiz ham juda qisqa muddatda natijaga erishdi. O'zi sertifikat topshirishdan 2 oy, 3 oy oldingina ingliz tilini yopib kelgandi. Qisqa muddatda harakat qilib mana shu natijaga erishdi. Katta rahmat Sardor. Keyingi yana bir ajoyib natijamiz ikkinchi guruh o'quvchimiz juda ham sensatsion natija. Ikkinchi guruhning eng yuqori natijalaridan biri. Juda ham ajoyib natija. Bu yigitga havas qilsak arziydi. Shamsiyev Mirfayz Nabijon o'g'li 64,75 ball. 99,72%. Ozgina yetmay qolganda A darajaga, ozgina, lekin juda ham ajoyib natija. Tabriklayman. O'zi bu o'quvchimiz ham kursdan ketish arafasida bo'lib turgandi. Juda ham vaziyat og'ir bo'lib kelgandi. Mana qarangki, oxiriga kelib harakat qilib o'zini olib mana ishonchimizni oqlab berdi. Katta rahmat senga. O'zi motivatorlar bu bir faiz natijasi eng kutilmagan natija edi. Bu hozir berilmasligi kerak edi. Ular berdi. Biz bu oxirida kutilmagan natijalar qatoriga o'tmoqchi edik. Maylisisi yo'q, o'zi aytaveramiz. Professorga kattakon rahmat, aka katta rahmat sizlarga. Bu juda ko'p kishi bilan biz buni o'qish masalasida gaplashganimizda mana oxiriga kelib deyarli 100%lik. Bitta narsani bilishimiz kerak, bu ikkinchi guruhimizda o'tdi. İkinci grupta bize sertifikatga tayyorlaganimiz yo'q, mavzuni tugatganimiz yo'q, boshqa gidamiz yo'q. O'zi harakat qilib mana shunday katta natijaga erishgan. Bu mana shu fevral oyida eng kutilmagan natijalardan biri. 3tami 4ta shunaqa natijamiz bor, o'zi ularni birma-bir aytamiz. Bittasi mana shu Mirfayz natijasi. Mirfayz omading bersin. Qayerga niyat qilgan bo'lsang, mana shu joylarga o'qishga kirib, katta natijalarga erishsang nasib bo'lsin. Aka sizlarga kattakon rahmat. Nasib bo'lsa bu 46-maktabni, qishlog'imizni juda bir faxrli insonlardan biri bo'ladi. Rahmat, Mirfayz o'g'li. Keyingi yana bir ajoyib natijamiz Nurmuron Umidjon G'olib o'g'li 57,25 ball, 87,92% bilan B darajali sertifikat bilan taqdirlandi. Bu o'quvchimiz majburiy uchun edi, gapni bo'lishim emas, B darajali juda ajoyib natija. Yana bir majburiy o'quvchimiz Muhammadov Dilshodbek Dilmurodovich 55,8% ball, 87,74% bilan B darajali sertifikat bilan taqdirlandi. Va oxirida oxirgi B+ natijamiz Umur Alisher Nurlayevich matematika fanidan 63,57 ball. Bu o'quvchimiz bilan jarayon ozgina qizg'in kechgan, juda ham qizg'in kechgan. Endi bizni eng qiynagan o'quvchilardan biri sanash bo'ladi. Anchagina sertifikat olish og'ir bo'lgan, harakat qildi, mana oxirida manfaat erishdi. Tabriklaymiz ularni. Katta rahmat. Bu dekabrda
o'qishlarda imtihonga kirib sertifikat ololmay chiqqan. Sertifikat olmagandan keyin ham mana shunday B+ darajaga 2 oyning ichida erishyapti. Juda keskin burilish deymiz-ku, mana shunaqa natija qilgan. Alisherjon, rahmat senga. Bu Asliddinjonning jiyani, mana shu Asliddin ham yuzi yorug' bo'ldi. Bir avlodlar orasida rahmat senga. Tabriklayman. Hamma katta rahmat. Qolgan sertifikatlarni ustozlar o'qib beradilar. So'zim so'ngida aytmoqchi edimki, YouTube'ni kattayi kichigi bo'lmaydi. Xo'sh, hamma harakat qiladi, o'qiydi, mehnat qiladi, mehnat qilgandan keyin natijaga erishadi. Lekin bitta narsa har doim YouTube'ni kattayi kichigi bo'lmagani bilan birga, YouTube'ni mehnatga yarashasi bo'ladi. Har kim qanday harakat qilgan bo'lsa, qay darajada harakat qilgan bo'lsa, Xudo o'shanga yarashasini beradi. Hammaga rahmat, katta rahmat sizlarga. Tabriklayman sertifikatlarni. Shohjon, kattakon rahmat senga. Shohrux Asliddin bilan biz vaqtlarni kelganimizda do'stlar bilan katta tanishimiz. Ular qanday natijaga erishyapti. Kattakon rahmat. Bizning kelgandan keyin orqaga gitdi. Endi dars boshlaymiz nimadan. Iblisni bo'lmasa kelganlarki, ilm shunday bir xazinaki, uni qancha beraversangiz shuncha ko'payaverar. Ilmni berishdan charchamaydilar, ilmlarga ko'payib ketadi. Rahmat sizlarga. Bu bugungi tadbirimizni eng yorqin natijalarini chaqirishni boshlaymiz. Mana shu fevral imtihoniga kirib, matematika fanidan 100% va deyarli 100% natijalarni qilgan o'quvchilarni chaqirishni boshlaymiz. Bu o'quvchilar nafaqat bu o'quvchilar, hamma o'quvchilarimiz kursimizning faxrli o'quvchilar. Lekin bilasizlar, matematika imtihonida 100% o'tishdan ustida ish juda ham murakkab narsa va mana shunday ishni amalga oshirgan o'quvchilarimizni hozir biz chaqirib ularning sertifikatlarini birgalikda sizlarning olqishlaringiz ostida topshiramiz. O'quvchilar aktiv bo'lamiz, sizlar ham havas qilinglar, nasib bo'lsa keyingi safar sizlar ham xuddi ana shularni o'rnida bo'lasizlar. Marhamat, endi boshlaymiz o'zi. Xo'sh, davron markaziga birinchi bo'lib Lani va Rayhona G'olimjon qizini taklif etamiz. 97%lik B+ daraja. Marhamat, Rayhona. Rayhona tabriklaymiz. Sertifikat muborak bo'lsin. Bu qizimiz deyarli 189 naqd pul bo'lgan. Faqatgina matematikasi o'zgina yetmay qoldi. Lekin bu juda ham ajoyib natija. Qisqa muddatda deyarli 100%lik natija. Men o'ylaymanki, sen o'zing xohlagan eng yaxshi o'quvchilarga eng yuqori ballarni kirasan. Tabriklaymiz seni. Sizlarni ham tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Mana bu o'quvchimiz dekabr oyida bir adashib pastroq natija qilib qo'yib, sirasi o'ziga kelib A darajani naqd qilib qo'ygan o'quvchimiz Jo'raqulov Shahzod Shermatov. Marhamat. Shahzodjon, A darajani muborak bo'lsin. Shermat akamizlar kelganlar. Aka muborak bo'lsin sizga. Juda ham katta natija. Fevral, dekabr oyida natijasi o'shamay qolgandi, lekin shunga qaramay qaytdi. Qaytishning lekin Shahzod aytadi. Nasib bo'lsa, o'zbuni singlisi apasi ham she'rda bular egizaklar ikkalasi tayyorlandi. Ikkalasiga ham omad bersin. Katta oliygohlarga kirib, shu sizni doim ishonchingizni oqlab, siz faxrlanib yuradigan farzandlaringiz bo'lsin. Rahmat Shahzodjon, omad tilayman. O'quvchimizni hozirgina tabrikladik. 189 ball bilan Jo'ramurod Javohirbek Jafarovlar. Adabiyot sertifikat 100%. Javohirjon haqida o'zimga gapirib o'taman. Javohirjon bizning eng kuchli o'quvchilarimizdan biri bo'lgan. Bu o'tgan yil o'zi kursimizni tark etgan. Bularning pokoleniyasi, bular o'sha Charoslarning pokoleniyasidan mana Charos, bu yana bir nechta bular ko'pchilik hammasi sertifikat olib ketganlar. Faqatgina mana shu yigitimiz 97% natija bilan ketgandi. O'zingizga armonimiz bor edi, mana o'zi to'g'rilab yubordi. Adarajon olsan, rahmat senga, tabriklaymiz. Endi mana 189 ball olsan, kelajakdagi maqsadlaringni rejalashtirib, katta natijalarga erishishni tilab qolaman. Rahmat senga, sog' bo'ling. Keyingi o'quvchimizni taklif etamiz. O'zi boshida hattoki B darajani ham ololmadim deb qaytib kursga chaqirib tayyorladi. Keyingi imtihonga tayyorgarlikni
boshlab yuborgan paytimizda natijasi A daraja chiqib amalimizni shokka tushirgan o'quvchimiz Hojiyev Mirfayz Mahmudovich, marhamat, so'zga. Albatta biz ham hayajonlanyapmiz, chunki juda ham katta natijaga erishgan o'quvchilarimizning natijasini e'lon qilishni o'zi ham bir hayajonli daqiqa. Yangam kelganlar, qanday muborak bo'lsin sizga. Bir foizchimizni oqladi. Hali 9 o'qiydi, 9 o'quvchi 100% daraja olyapti. Bu juda ham katta natija. Rahmat senga. Keyingi fanlaringga omad tilaymiz. Nasib bo'lsa sen albatta katta natijalarga erishasiz. Rahmat. Bizni juda ham tahlikaga solgan A daraja chiqish ehtimoli juda ham bir ikkilanib turgan o'quvchimiz qani shu endi o'lib biladimi, keyingi faniga o'sishni biladimi deb shunday bir hayajonlanib yurgan joyimizda 100% darajani qilib hammamizni zo'r qilgan o'quvchimiz Ahmadov Bobur Ahmadovni. Marhamat, Boburjon. Boburjon tabriklar. Bobur akasini ham biz tayyorlaganimizdan aka Birjon amalar qilasizlar. Bu o'quvchimiz ham ikkita xondan sertifikatlar olib chiqib ketgan. Mana ukasini ham 100% qildirdik. Rahmat sizga, mana shunday o'g'illarni tarbiyalaganingiz uchun. Nasib bo'lsa hali bular sizni faxrli farzandlaringiz bo'ladi. Katta natijalar tilaymiz Boburjon, katta rahmat senga. Ishonchimizni kerakli joyda o'qlab berding. Kattakon rahmat senga. Omad senga. Hozirgina o'qidim-ku, mana bu Charoslar, Jaromolov Javohirlarni o'sha nimasida davrasida bo'lgan, ulardan sira qolishmaydigan bitta o'quvchimiz bor edi, lekin boshqa fanlar bilan bo'lib matematikaning 100% darajasi sal kechikkan bo'lsa, mana 10-sinfligidayoq 100% darajani qilib qo'ydi. Askarov Azizbek Avazog'li juda ham e'tiborli o'quvchimiz. Avvaldan maktabdan o'zimizning o'quvchimiz juda ham iqtidorli. Mana shu hozir sanagan o'quvchilarimizdan hech ham qolishmaydi, lekin boshqa fanlar bilan bo'lgani uchun salgina 100% sertifikat kechikdi. Ya'ni rahmat sizlarga. Bu ajoyib natija. Azizbek bilan faxrlanamiz. Men Azizbekka aytganimki, agar 100% natija qilsang, men bir juda katta ishlarni san uchun qilaman degandim. Nasib etsa ko'nglimizda bor. Azizbek uchun Azizbek bilan birgalikda juda katta natijalarga erishamiz. Katta rahmat sizlarga. Aziz muborak. Oxirida mana shunday ko'zga ham daraja olib berib bilamizmi yo'qmi deb juda qattiq kirishib, juda bir tahlikali vaziyatda qolganimizda bosiqlik bilan kirib darajani naqd qilib chiqqan 9-sinf o'quvchimiz Odilov Abdulaziz Muhiddin o'g'li. Marhamat. Abdulaziz tabriklaymiz. Sertifikat bo'lak bo'lsin. 9-sinf o'qiydi. O'zini hamsoyam juda yaqin insonlardan biri. Yaqin kelganlarmi? Tabriklaymiz sizni. Muborak bo'lsin. 9-sinflikdayoq A daraja qilish bu oson narsa emas, lekin Abdulaziz epladi. Juda ham hayajonlangandim, chunki ba'zi o'quvchilarning natijasi juda ham muhim va mana Abdulaziz sizni ham, meni ham ishonchimizni oqlab katta natijaga erishdi. Rahmat sizga, Abdulaziz o'zingizga ham rahmat. Omad tilaymiz, keyingi fanlarga ham 100% qiling. Rahmat. Dekabr oyida 100% natija qilishi kutilayotgan o'quvchimiz edi, lekin salgina omadi kelmay qoldi. Ko'pchilik o'qitdiki, bu o'quvchimiz buni endi 100% qila olmaydi, lekin qaytib tayyorlanib qisqa muddatda 100% darajaga chiqqan tuman olimpiadasi g'olibi, Jondorning eng kuchli o'quvchilaridan biri Salim va Gulsanam Ikrom qizi. Marhamat. Gulsanam tabriklaymiz, sertifikatni muborak bo'lsin. Ochiqni aytaman. Salomat o'zimga gapirib beraman. Xabarlaringiz bor. Biz shu yil mana shu
o'quvchilarimizni, mana bu ota-onalarimizni ishonchlari, o'quvchilarimizni mehnatlari evaziga biz buxorolik bir guruh o'qituvchilar bilan Iordaniyaga borib, malaka oshirib qaytib keldik. Mana shu jarayonda men borayotganimda hali tumanda, viloyatda bironta natijamiz bo'lmayotgan. Tuman olimpiadasi bo'layotganda endi ketish arafasida edik. Ketayotgan vaqtimizda endi shuncha o'quvchilar ishdan jondordan bizni tanlaganlar, bitta o'quvchimiz olimpiadaga natija qilib bersin deb turgan joyimizda Salim va Gulsanam katta sahnaga chiqib 9-sinflar o'rtasida birinchi o'rinni olib berib, juda ham bir ishonchimizni oqladi. Gulsanam bu uchun katta rahmat senga. O'sha payt meni juda bir katta nimadan saqlab qolgandi. Bu uchun katta rahmat deymiz va mana harakat qilib 9-sinfligida. E'tibor beringlar, hozir juda ko'p o'quvchilarimiz 9-sinf, hali bularni chaqirib aytamiz, ko'rasizlar. 9-sinfligida yo'q, A darajada sertifikat olyapsan. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz seni. Keyingi fanlaringga ham omad tilaymiz. 189 ballarni olishingni tilab qolamiz. Rahmat sana. Omad. Ustoz muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Gulsanam bilan doim birga yurib, ikkalasidan doimiy darslarimizni yondirib beradigan ajoyib o'quvchilarimizdan biri Toshpo'latova Parvina Muhammad qizi. Marhamat. Parvina, qadrlagan muborak bo'lsin. Juda ham bu qizimiz, juda ham, lekin misollarni o'zini g'oyalari bilan juda chiroyli joyga yechib qo'yadigan ajoyib qizlarimizdan biri. Akam kelganlar, katta rahmat akajon. Mana shunday ikkinchi qizni ham tayyorlayapmiz. Nasib etsa uni ham shu darajaga chiqaramiz. Haligaga gap so'z yo'q, tartibi, odobi, gapirishlari hammasi joyida. Katta rahmat. Mana 100 so'mlik garchiga ham pul berdi. Nasib etsa qizlarning orqasidan faxrlanib yurasiz. Parvina, omad senga, aka rahmat sizlarga. Nasib etsa 189 dan qiladi. Omad Parvina. Tadbirimizni eng asosiy qismiga o'tamiz. A+ darajali sertifikat olgan o'quvchilarni tabriklashga o'tamiz. Hozir men ota-onalarga so'z navbatini bermoqchiman. Bir muddat ularning fikrlarini eshitib, keyin eng asosiy o'quvchilarimizni taqdirlashni boshlaymiz. Mana shu yerda 39-maktabdan ustozimiz kelganlar, mana shu ustozimizni fikrlarini eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hurmatli ota-onalar, hurmatli ustozlar. Mana bugun Mashhurga tumanlar, mana shu yoshlarimizni mashaqqatli mehnatlari evaziga orttirgan mana bugungi sertifikatlarni olishlarga qatnashmoqchiman. Ular ko'z oldiga kelyaptiki, bu maktabda dastlab ota-onalar ko'rasizlar, bu matematika faniga andagonda o'zim yaqin bormaydi. Hamma ko'pchilik bundan qochadi. O'sha uchun mana shu matematika fanini tanlab, mana bu qizlarning hech qaysi xato qilmagan, juda katta yutuqlarga nasib bo'lsa erishadi. Chunki matematikani biladigan, matematikadan o'zlashtirgan o'quvchilar barcha fanlarni o'zlashtira oladi. Chunki asosiy bu barcha fanlarni ham kaliti mana shu matematika. O'sha uchun mana avvalambor mana bu ustozlarimizga, Mirjaljon sizga, mana ikkala shogirdlar uchun men ko'p ketganmaslar bilan tanishmoqchiman. Sizlar niyatlari juda og'ir mehnat qilgan. Bu mehnatga bel bog'laganlar o'zi ham kamchilik. Mana yutuqlaringizni ko'rib biz ham turibmiz, o'zlaringizga mana shunday yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Hech qachon xalqimizni xizmatidan charchamang. Bellaringizni mahkam bog'lab, mana xalqimizni mana shunday xizmatiga doim kamarlasa bo'ling. Mana shu fursatdan foydalanib, mana bugun sizni bitta bir tabriklab bitta to'yingizni olib chiqishdan qilib olamiz. Borçlarınız çeksiz.
ana shu quvonchlarimiz bardavom bo'lsin. Mana shu yigit qizlarimizni o'sha oliygohlarga kirib o'qib, oliygohlardan yaxshi faoliyat bitirib, kelib xalqimizga xizmat qilishlariga ularga Alloh o'zi kuch-quvvat bersin. Sizlarga ham doim sog'lik, salomatlik bersin. Eng oxirida yana shu Mirjaloljon boshida komandaga Xudo sog'lik, salomatlik ishlariga Alloh baraka bersin. Yana bir katta endi esa davom ettiramiz o'zi harfni solgan o'quvchilarimiz bilan demak mana shu fevral oyi imtihonlarga kirib eng yuqori natijalarga erishgan o'quvchilarimizni boshlaymiz chaqirishni. Ular haqiqiy kursimizning fenomenal o'quvchilari, ular bilan biz faxrlanamiz, ular bizning yuzimiz. Nasib bo'lsa, ular har yana katta natijaga erishadi. Demak, boshlaymiz. Mana shu o'zini tartibi, odobi va bosiqligi bilan hammamizning qalbimizdan bir xil joy olgan va sekingina eng yuqori natijaga chiroyli qilib erishgan qizimiz Hasanova Mavluda Firdavsiy qizi, marhamat. Mavluda tabriklaymiz. Juda ham ajoyib qizimiz, juda ham o'zini g'oyalari, o'zini misol etish usullari bilan hammamizni hayratda qoldirgan qizimiz. 1 yilgina tayyorlandi bizga va mana shu vaqt ichida mana A+ darajali sertifikatni qo'lga kiritdi. Bitta narsani aytmoqchi edim. Mana shu paytgacha, mana shu imtihongacha bizda A+ daraja olgan qizlarimiz yo'q edi, lekin hozir ko'rasizlar, nechta qizimiz A+ daraja olgan. Ularning biri eng iqtidorli o'quvchilardan biri Hasanova. Uydagilari kelganlar, katta rahmat degan sizlarga. Buni akasini ham tayyorlagandik, akasi ham deyarli 100 so'zlik natija qilgan. Biz doim mana shu sizlarni xizmatlaringizga tayyormiz, ishonchlaringiz uchun katta rahmat. Mavludani kelajagi porloq, bu sizni hali juda katta natijalarga olib keladi sizlarga. Kattakon rahmat sizlarga. Mavluda katta rahmat sizga bo'lsin. Ana shunday o'quvchilarimiz bilan xayrlashish biz uchun juda ham og'ir bo'lyapti. Chunki bular kursimizning haqiqiy faxrli o'quvchilari edi. Ustoz o'rinda ustoz bo'lib biladigan o'quvchilar edi. Biz kelmagan vaqtlarda darsni o'tib ketaverardilar. Rahmat amallarga. Keyingi o'quvchimizni chaqiramiz. Mana bu o'quvchimizni hozir ta'rifini aytsam, ikkita muvaffaqiyatsiz imtihondan keyin hamma o'yladiki, o'ldi bu yuqori darajaga erisha olmaydi deb turgan joyda A+ darajani qilib qo'ygan o'quvchimiz Ashurov Sherjahon Sherali o'g'li, marhamat. Sherjahonjon, tabriklarimiz muborak bo'lsin. Davom kelganlarmi? Davom muborak bo'lsin. Ishonchimizni oqladi. Juda ham og'ir nuqtalardan olib chiqdik buni. Ko'p ishladik, uyda ishladik, sinfda ishladik, tinimsiz ishladik. Hatto o'zlari ham qo'shildilar. Nazorat qildik va mana ikkita C+ darajadan keyin birdaniga A+ darajaga erishdi. Sherjonjon, katta rahmat senga. Biror kishi kutmagandi, biz ham kutmagandik, lekin bu uddaladi. Muborak bo'lsin A+ daraja. Rahmat senga, sog' bo'l. Hayajonlanganimizdan ketyapti. Tamom, suv ichib oldim. Xuddi Sherjahonga o'xshash natija, ikkita muvaffaqiyatsiz imtihon. Hech kim yana ishonmagandi. Mana shu o'quvchimizni ham A+ daraja qilishiga, lekin hech kim ishonmagan joyda mana shu qizimiz uddaladi. Juda ham xohlayotgandik, butun jamoamiz xohlayotgandik. Mana shu o'quvchimizni yuqori daraja bilan chiqib ketishini. Samadova Maftuna Abduhamid qizi, marhamat. Abam kelganlar. Abajon, tabriklaymiz sizni. Juda ham xijolat bo'layotgandik. 2 marta B darajani olib chiqqan bu. B+ bo'lsa olamiz kursdan deyotganlar. Shoshmang, hali bor deb oxirgi imtihongacha olib keldik. O'zi ham harakat qildi, tirishdi, harakat qildi, intildi va mana hech kim ishonmagan joyda A+ darajani olib qo'ydi. Maftun uchun katta rahmat senga, va rahmat sizlarga. Ishonchimizni oqladik. Endi senga 189 ballarni tilab qolamiz. Nasib bo'lsa 189 balldan qo'yasan. Nasib bo'lsa uni bu siz xohlagan oliy ta'lim muassasalariga kirib, sizni faxrli qizlaringizdan biri bo'ladi. Rahmat Maftuna, omad senga, sog' bo'ling.
Sanat o'qishimiz esa bizdan haqiqiy yashil qurolimiz. Yo'q joydan chiqib keladigan o'quvchimiz, yo'q joydan misolni ichib beradigan o'quvchimiz, o'zi uncha ko'rinmaydi lekin kerak bo'lganda natijani yondirib qo'yadigan o'quvchimiz. Hozir o'qiyman. Isoyev Iqboljon Ilhom o'g'li, marhamat. Sertifikat muborak bo'lsin. Hali 9-sinf o'qiydi, 9-sinfligida yo'q, A+ daraja. Ochig'i juda ham hayajonlanayotgandik. Uydagilarga men va'da bergandim, 100%lik natija qiladi bizga ishoning deb. Ishonchimizni oqladi, rahmat senga Iqboljon. Yo'q joyda mana shunday A+ darajani olib beryapsan bizga. Bu uchun senga katta rahmat. Nasib bo'lsa, hali bundan-da katta natijalar, katta yutuqlar sizlarni kutib o'tiribdi. Uydagilaring kelganlar, yangam qanday? Yangam muborak bo'lsin sizlarga. Kattakon rahmat. Dadasiga ham rahmat aytasiz. Juda ham zo'r, ishga havas qilaman. Shunday hurmatimizni joyiga qo'yadilar. Biz ham xursandmiz mana shunday natijani qo'yib berganimizdan. Yuzimiz yorug' bo'ldi. Bu uchun esa Iqbolga rahmat deb aytaman. Chunki hamma mehnatning natijasini tutqizdi. Biz esa shunchaki bir yo'l. Iqboljon rahmat senga, omadlaring, sog' bo'ling. Biz A+ daraja olganlar uchun alohida sovg'amiz ham bor edi. Iltimos, mana shu yerdan kelinglar. A+ daraja olganlar. Yo'q, hozir o'qiyman. A+ daraja olganlar, mana bu yerdan kelinglar. Iltimos. Bu sovg'alarni ham topshiramiz. Kelinglar, maqullar. Nima? Ma'lumlar keling. Ma'lum. O'tgan yili 3-chi guruhimizda o'qib yurib, bu yil birdaniga 1-chi guruhga o'tgan va A daraja olish ehtimoli pastroq bo'lgan joyda o'zini mehnati, o'zini tirishqoqligi bilan A+ darajani naqd qilib qo'ygan ajoyib qizlarimizdan biri Nasriddinova Dilnura Dilshod qizi, marhamat. Sertifikatlar muborak bo'lsin. Juda ham xursandmiz mana shu natijaga erishganingizdan. Aka muborak bo'lsin sizlarga. Nasib bo'lsa hali Dilnura sizning ishonchingizni juda ko'p oqlaydi. Katta natijalarga erishadi. 189 ballni kutamiz sendan. Juda ham talantli qizimiz. Muborak bo'lsin. Omad senga. Daraja olgan aqllar. Bu shunchaki bo'lmagan, bu natijalar qattiq mehnatni yozgan bo'lgan. Kattakon rahmat sizlarga. Xo'sh, endi esa tadbirimizni keyingi qismlarga o'taveramiz. Hozir A+ olganlar she'rga to'xtaysizlar. Sizlarning sovg'alaringizni oxirida topshiramiz va endi eng kutilmagan natijalarimiz bor. Mana shu kutilmagan natijalarni o'qiymiz va undan keyin esa keyingi natijalarga o'tib ketaveramiz. Ikkinchi guruhimizda o'qib 97%lik B+ darajani qilgan o'quvchimiz Rajab Murodov Farruh Ahtam o'g'li. Ustoz qanday? Ustoz, muborak bo'lsin sizga. Juda ham xohlayotgandik mana shunday natija bo'lishini. Nasib bo'lsa bu bizga sertifikatni ham olib qo'ygan. Bu bali bilan aytgan joyga kiradi. Omadini bersin. Akasini ham tayyorlagandik, mana buni ham tayyorlayapmiz. Ishonchingiz uchun rahmat sizga ustoz. Shunaqa shogirdlarimiz doim ko'paysin. Nasib bo'lsa hali farzandlaringiz sizni juda ham ko'plarga ko'taradi. Ularning natijalaridan faxrlanib bo'lasiz. Farruhjon, rahmat senga. Oxirida hammasini chiroyli qilding. Ishonchimizni oqlading ustoz, sizlarga katta rahmat. Farruhjon. Kutilmagan natijalarimiz o'rtoqlar. Ikkinchi, ota-onalar, ota-onalar, dars jarayoniga o'rtoqlar deb o'rganib qolganmiz-a. Ming bora uzr, hurmatli ota-onalar. Bular kutilmagan natijalarimiz. Ikkinchi guruhda o'qigan. Bulardan biz B daraja yoki maksimum C+ daraja kutgan joyimizda B+ darajani qilgan o'quvchilarmiz. Demak, bu mana navbat yetib keldi. Shamsiy Mirfayz, marhamat. Mirfayz qani? Yana bir marta keladi. Kutilmagan natijamiz edi. Biz ana shu paytda o'qish kerak edi. Mayli, o'qib bo'lgandik. Mirfayz muborak bo'lsin, yana bir marta omad tilaymiz senga. Muborak bo'lsin. Mana bu o'quvchimiz esa
Ro'ntamiz kutmagan nima deydi bir dahshat natijani qilib qo'ydi. Biz umuman kutmagandik ikkinchi guruhdan 100% daraja chiqadi deb, lekin aynan mana shu qizimiz eplab ketdi. Juda ham tartibli, juda ham bo'lsa qizimiz Boltayeva Gulzoda Jafar qizi, marhamat. 66 ball bilan 100% A darajali sertifikat. Gulzoda muborak bo'lsin. Aka, tabriklaymiz sizni. Juda ham ishonchimizni oqladi. Ikkinchi guruhimizda o'qiyotganda o'zini aytaman, bu o'quvchimiz mana bu yerdagi katta ingliz tili ustozimiz Sharofdin jiyanlar edi. O'zlari ketib qo'yganlar. Juda ham hayajonda edik biz, natija qilib bilamizmi, yo'qmi deb, lekin harakat qilib bizni ishonchimizni oqlab 100% darajani qildi. Jamoamiz kutmagandik. Hammamiz xursand bo'ldik. Aka, rahmat sizga. Mana shu qizni tarbiyalagan uchun rahmat sizga. Biron marta bir baland gapirganni ham eshitmaganmiz, ortiqcha gapirganni ham eshitmaganmiz, lekin sekingina misolni joyiga yechib mana 100% darajani olib ketyapti. Gulzoda, omad tilaymiz senga. Bu eng kutilmagan natijalarimizdan biri edi. Tabriklaymiz seni. 189 ballarni kutamiz sendan. Rahmat, omad. O'zim tamam. O'zimda texnik muammolarga rozi bo'lasizlar. Nasib bo'lsa, bu natijalarning ortiga muammolar ko'payib ketadilar. Xo'sh, mana bu o'quvchimizni davramizga chaqiramiz. Juda ham bir kutilmagan natija. O'tgan yili 3-guruhimizda o'qib, bu yil ustoz meni 1-guruhga qo'ying deb saralash testidan eng yuqori natijani qilib 1-guruhga o'tdim. 1-guruhda o'qishlari o'xshamay, otasi kelib, biz bilan gaplashib, olib ketaman kursdan deb, hattoki kursdan ketishgacha borib, lekin bitta imkoniyat beringlar menga. Men o'qiyman albatta deb yo'l joydan, hech kim kutmagan, hech kim ishonmagan joydan A darajani olib, hammamizni mana shu uchalamiz Shohruxjon tug'ilgan kundan qaytayotgan vaqtda ko'rdik shu natijani, mashina ichiga ko'rib, baqirib yuborgandik, juda ham xursand bo'lgandik. Eng kutilmagan natijalardan biri Samandarov Suqrov Hazrat o'g'li, marhamat. O'chig'ini aytaman, ro'ntamiz kutmagandik A daraja olishini. Harakat qilgan, mehnat qilgan, xudo natijani berdi. Rahmat senga Suqrobjon, ko'pchilikka o'rnak bo'lding. Natijani qanday qilish borasida nasib bo'lsa keyingi fanlaringga ham omad tilaymiz. 100% 189 ballarni kutamiz. Akam kelganlarmi? Qani, yanga muborak bo'lsin. Juda ko'p qiyinchiliklarni ko'rdi. O'shini aytaman, juda ko'p urishganman bu o'quvchini. Endi Suqrobjon, urishganlarimizga rozi bo'lasan. Nasib bo'lsa endi kelajakda katta natijalar kelishadi. Mana bu natija seni mana bu hayotingdan keyingi natijali hayoting o'rtasida ko'prik bo'lib xizmat qiladi. Rahmat senga, omad tilaymiz. Sog' bo'l. Ana endi esa bitta natijamiz, natijalarni hozir o'qiymiz. Undan keyin A+ daraja olganlar bilan suhbat qilamiz. Undan keyin esa ota-onalarga so'z beramiz. Sekin-sekin tadbirimiz davom etyapti. Tadbirimizning eng yorqin o'quvchilaridan biri o'zini tirishqoqligi, o'zgacha g'oyalari bilan, o'zgacha ishlari bilan hammamizni doimiy darslarda lol bo'ldirib, 9-sinf bo'lishiga qaramay eng yuqori A+ darajani olgan qizimiz Tolibova Zahro Tolmasbek qizi, marhamat. Taqdirloq qarsaklarimiz mana shu qizimizga. Juda ham sehrli qizimiz. Zahro tabriklaymiz natijadan. Zahro o'tgan 3-guruhda o'qib yurganda hech ham kutmagandik A+ natija bo'ladi deb. Eng ko'p bo'lganda ham A darajani olish mumkin, bo'lmasa B+ bo'ladi deb kutib o'tirgan joyimizda Zahro A+ darajani olib kelyapti. 9-sinf o'qiydi. Qizlarimizda A+ yo'q degandik, A+ni yoldirib tashlashdi bular. Zahro, rahmat senga. Yangam kelganlarmi? Kattakon rahmat senga.
akasiga qarzdor edik. Zahro hammasini yuvib ketdi. Rahmat sizlarga. Nasib bo'lsa Zahro sizlarning kelajaklaringiz bu hali juda katta natijalarga erishadi. Juda ham tirishqoq, o'zgacha o'quvchimiz. Yo'qligimizda darslarga ham o'tib beradi. 9-sinf bo'lishiga qaramay mana shunday katta daraja. Zahro muborak bo'lsin sizlarga, sizlarga ham muborak bo'lsin. Biz xursandmiz. Biz faqat bunaqa o'quvchimizdan xayrlashayotganimizdan xafa bo'lyapmiz. Chunki bunday o'quvchilar bizning kursimizning kelajagi edi. Afsus mana 100% daraja bo'lyapti, A+ daraja bo'lyapti. Biz tabriklaymiz va keyingi o'qishlaringga, keyingi ishlaringga senga faqat omad tilaymiz. Rahmat senga. Rahmat Zahro, omad tilaymiz. Va tadbirimizning mutlaq yetakchisi, bugungi kechamizning eng yorqin o'quvchisi, kursimiz tarixida eng yuqori natijaga erishgan, hattoki o'qituvchilar darajasidan ham yuqori ballni olib, juda katta natijani qilib, kursimiz mavqeini juda yuqoriga ko'targan fenomenal, juda ham sodda, bosiqgina qizimiz Sodiqova Sabina Sirojiddin qizi, marhamat. E'tibor beringlar, 83,41 ball bilan 100%lik A+ darajani qo'lga kiritgan. Ma'lumot uchun aytaman, mana menda 78%lik, Shohruxjonda 80%lik natija, lekin Sodiqova Sabina 83,41%lik natija bilan ko'rganda hech kim o'ylamaydi bunaqa katta natijaga erishadi deb, lekin kerakli joyda kerakli natijani qilib hammamizni lol qoldirgan bugungi tadbirimizning mutlaq yetakchi o'quvchisi, tabriklaymiz mana bu sertifikatlarni. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin sizlarga. Juda ham xursand bo'ldik. Juda ham kutilmagan natija. Biz jamoamiz bilan xursandmiz. Ochig'i eng yuqori ballimiz 75 ball edi. Isroiljonga tegishli rekord edi. Rekordni deyarli 10 ballga uzaytirib beribdi mana shu qizimiz. Juda ham bir bosiqgina, juda ham bir yengil harakatlar bilan mana shunday katta natijaga erishyapti. Darslarda ham juda katta bir g'oyalarni qilib, misollarni o'zgacha yechadigan o'quvchimiz mana natijada ham o'zini ko'rsatib berdi. Kattakon rahmat sizga. Mana shunday qizni tarbiyalaganingiz uchun juda ham xursandmiz. Mana shunday qizni tayyorlaganimizdan bizning kursimizning haqiqiy faxri, mana shu tadbirimizning yuzi bo'lib berdi bu qizimiz. Sabina, kattakon rahmat senga. Biz ishonamiz, albatta sen 189 ballni qo'lga kiritasan. Keyingi o'qishlaringga, keyingi fanlaringga omad. Biz alohida sen uchun tayyorgarlik ko'rib kelganmizda mana bu o'zini sovg'asini avval beramiz. Mana bu kursimiz nomidan arzimagan sovg'a Sabina buni o'ziga tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Endi esa mana bu gulni biz ataylab mana shu Sabinani o'z uchun tayyorlab keldik. Mana shunday qizni o'stirib, mana shunday katta natijaga erishgan o'quvchimiz hozir o'z qo'llari bilan onasini tabriklaydi. Bu sizning yutug'ingiz, yangi muborak bo'lsin. Marhamat, mana tabriklaymiz. Juda ham havas qilyapmiz. Nasib bo'lsa hali bu katta natijalarga erishib, sizni bundan ham kattaroq natijalar bilan xursand qilishda davom etamiz. Kattakon rahmat sizlarga. Sabina, kattakon rahmat sizlarga. Omad sizlarga, omad tilaymiz, omad tilaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Kursimizdan sovg'alar tayyorlab kelgan marhamat. Zahro, muborak bo'lsin. Aftina, muborak bo'lsin. Hamda, muborak bo'lsin. Muborak, tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Xo'sh, nihoyat tugatdik darajalarni. Juda ham bir ajoyib bo'ldi. O'quvchilarimizga kattakon rahmat. Aytishdan tugamayapti natijalar. Biz bundan xursandmiz. Hali ko'p o'quvchilarimiz kelgani yo'q edi. Ularning ham natijasi shu yerda turibdi. Hammangizni tabriklaymiz. Bu sizlarning natijalaringiz, bu
mehnatlaringiz bu sizlarning eng kichik yutuqlaringiz. Hozir ota-onalarga so'z navbatini beramiz. Shundan keyin esa tadbirimizning so'nggi qismiga o'tamiz. Hozir mana davramizda G'ani va Rayhonlarning bobosi o'tiribdilar. Mana shu kishining so'zlarini bitta eshitsak, marhamat. Onalar, o'quvchilar, mana bu tadbir bilan hammalaringizni tabriklayman. Birinchi ana prezidentimizga rahmat. Ma'lum prezidentlarga rahmat, yana yoshlarga imkoniyatni berib qo'ygan. Mana Mirjalolga ham katta rahmat, shogirdlarimizga katta rahmat. Mana shu uchun shunday muvaffaqiyatli nimaga yetkazganingiz uchun. Bundan keyingi ishlaringizga ham hurmat qilaman. Katta rahmat. Avvalambor hammalaringizga kattakon rahmat. Mana shunday natijaga erishishga sizlarning katta mehnatlaringiz samarasi bor. Bular hammalari iloyim eng yuqori universitetlarga o'qishlarga kirishlariga tilakdoshman. Sizlarga Xudo kuch-quvvat bersin. Katta rahmat sizga. Katta rahmat. Rahmat sizga davramiz uchun. Bu muvaffaqiyatimiz nimalariz katta. Shohrux domla, Asliddin domla sizlarga ham katta rahmat. Katta rahmat. Plus darajani olgan o'quvchilarimiz. Kattakon rahmat sizga. Darajasi juda ham dahshat daraja. O'zi o'quvchilarimiz mana shunday. Ularga daftar bilan qalamni bersangiz dunyoni olaman deb o'tiribdi. Rahmat sizlarga. Endi bir kichkina savol Iqboljon, qaysi ustozimizdan eng ko'p gap eshitgansan? Kimga bo'lishgansan? Kattakon rahmat, albatta kattakon rahmat. Yana bir ota-onalarimizdan Farruxni ustoz kelganlar. Ustozlar bitta gapni aytaylik. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz ustozlar, qadrli ota-onalar, o'quvchilar. Mana bu yerda turgan sertifikat olgan o'quvchilarning barchasini tabriklayman. Qanaqa daraja olganidan qat'iy nazar ostida mashaqqatli mehnat yuribdi. 36-maktabda ishlayman, hozir o'quvchilarimni ko'rib, hattoki shunday quvonib ketyapmanki, titrab ketyapman-da, vaqt bilan tabriklar, sertifikat olib o'tiribdi. Men uchun bu juda ham katta faxr. Men umid qilgandim rostdan o'quvchilarim bo'lsin, farzandlarim bo'lsin deb. Oldin men katta o'g'lim shu piramida o'quv markazida tahsil olgan. Juda ham zo'r natijalarga erishdi. Shuni yordamlari bilan, shu o'quv markazida o'quvchilarimiz, ustozlarning yordami bilan akademiyada o'qib yuribdi. Ikkinchi o'g'limni ham shu yerga keltirib qo'ydim. Allohga shukr, ana intimasak necha foizlik olding? Bekingiz darajalarni olgan, o'qishni Xudoga shukr naqd qilib qo'ydi. Majburiy fan uchun qizimni keltirgandim. 2 oy, 3 oyning ichida rahmat o'quv markaziga sertifikat darajani olib berishdi. To'g'ri, o'quvchini o'zini ham mehnati yotadi. Lekin eng asosiy mashaqqatni, mas'uliyatni bo'yniga olgan kishi ustoz bo'ladi. Ustoz ota-onaga umid bag'ishlaydi. Umid bag'ishlaydi. Bu oson emas. Ota-onadan ko'ra ularga mashaqqat, ularga qiyin. Chunki o'zim shu sohada ishlayman, buni bilaman. Rahmat sizlarga ustozlar. Ana shu bergan ta'lim tarbiyangiz uchun. Chunki u meni farzandimni ham tarbiyalab berdilar. To'g'ri yo'lga solib berdilar. Men uni ijtimoiy fandan olib, yurib olib
keltirib aniq fanga topshirdim. Bu juda ham qiyin bo'ldi. Uni bu sohaga kirib ketishi, buni bo'yniga olishi shunday mashaqqat bo'ldiki, bog'lanib turamiz. Nima bo'lyapti? Natija nima bo'lyapti? Ha, oladi ustoz, oladi. Nasib bo'lsa yaxshi natija kutavering, oladi. Endi asosiy o'qituvchisi, uni yo'lga solgan kishi bu aslidan juda ham minnatdorman. Rahmat Shohruxxon kattasiga bo'sh bo'lib shu o'qishga kirishga ko'p yordam berganlar, Mahmudov bilan birga ikkovlari, kattasi uchun ikkovlari, lekin bu kichkina o'g'lim uchun Aslibekka rahmat, tashakkur. Hammalaringizga rahmat. Mashaqqatli mehnatlaringizga, bularning mehnatlariga bosh egib yergacha ta'zim qilsak ham arziydi. Arziydi mehnatlaringizga. Katta rahmat. Tadbirimizni yakuniga yetib kelyapmiz. Qo'shimcha aytaman, bu yerda o'tirgan o'quvchilarni deyarli hammasidan xayrlashamiz. Biz uchun juda ham bir og'ir yil davomida birga bo'lib, yil davomida qiyinchilik kunlarda, qorli kunlarda, sovuq kunlarda birga bo'lib, mana shunday yaxshi kunda kursimizni tark etyaptilar. Hammalaridan omad tilaymiz. Hozir bularni bir-biriga kelinglar. Hamma kelganlarga kattakon rahmat. Tadbirimizning oxirida esa shu so'zlarni aytmaymiz. Ulug' bir donishmand Suqrot aytgan ekanki, haqiqiy hayot bu o'rganishdan iborat. O'rganishni to'xtatgan inson aslida yashashdan ham to'xtaydi degan ekan. Doim ilm o'rganishimiz kerak, hech qachon ilm o'rganishdan to'xtab qolmasligimiz kerak. Hurmatli sertifikatchi do'stlarimiz, sertifikatni oldim deb endi o'qishni tashlab qo'ymanglar. Sizlar hali bundan-da katta natijalarga erishishingiz kerak. Sizlarni katta natijalar kutib turibdi. Mana bu birinchi erishgan natijalar sizlarga ko'proq bo'lib xizmat qilsin. Doim ilm olishdan to'xtamanglar. Ustozimiz O'rg'och Samandar shunday deganlar: cheksiz bilim bu cheksiz imkoniyatdir deganlar. Cheksiz ilmli o'quvchilar albatta cheksiz imkoniyatga ega bo'ladi. Ilm olishdan hech qachon to'xtamasligimiz kerak. Ilm izlashdan to'xtamaylik. Ilm izlashdan to'xtamaylik, chunki aynan ilm bizni yorqin kelajak sari yetaklaydi. Bugungi tadbirimizning nomi ham shunday edi. Ilm izidan yorqin kelajak sari edi. Mana shu sertifikat olgan o'quvchilarimiz ilmning izidan albatta yorqin kelajak sari harakat qiladi. Ularning kelajagi porloq. Biz ularga omad tilaymiz. Hozir mana shu qo'shiq bilan sertifikatchilarni mana shu yerdan sekin uzatib qo'yamiz. Ular endi keyingi natija uchun harakatni boshlaydi.
kecha kunduz kerak bo'lsa ishlashga tayyormiz. Bizga ishonganlari uchun, farzandlaringizni bizga ishonib qolganlari uchun sizlardan ming rahmat. Xursandmiz. Hammangizga rahmat. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nasib etsa farzandlaringiz bundan-da katta narsalarga erishmoqchi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Rahmat.